Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli aka ukalar, opa singillar. Mana xudo xolasa 3 dona g'onojinimiz. Yangi partiya. Xudo xolasa eski partiyalarimiz kecha hammasi sotilgan, hammasini tarqatib bo'ldik. Xudo xolasa sog'lom. Uchalasi ham bir-biridan chiroyli. Xudo xolasa mol qilaman degan aka ukalarimizga vobshe tushadi. Yemga baylab, xudo xolasa go'sht yo'nalishida boqaman degan aka ukalarimizga ham vobshe olgan aka ukalarimiz xudo xolasa mazza qilishadi. Bo'ylariga keladigan bo'lsak 1.10 chiqadi, lekin 1.5 hisobini olaverasizlar. Uchalasi ham bir-biridan sifatli. Kelajakda mol qilaman degan aka ukalarimizga ham bemalol tushaveradi. Narx-navolar o'ta ham yengil. Bularning ichida mana shu sarig'imizga ichida berib yuboriladigan summasi 9 million bo'lsa, xudo xolasa berib yuboramiz. Mana shu sariqni oqish navosini g'onojinimizni 9 million bo'lsa berib yuboramiz. Mana bu ikkalasiga 9,5 milliondan berib yuboriladigan summalari. 9,5 million so'mdan menimcha vobshe shikalat narx-navo bo'ldi. Kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Uchalasi bo'ladigan bo'lsa 9 million 200 ming so'mdan berib yuboriladigan summalar. Yana qaytarib o'tyapman, hurmatli aka ukalar. Uchalasi ham berib yuboriladigan summalari kami bor kelishamiz emas, odamlarning vaqtini olmasligini maqsadida berib yuboriladigan summalarni aytib o'tyapmiz. Manzilimizni qaytarib o'tamiz. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Sirdaryo viloyatiga telefon qilib, ukam 6 million so'm, 5 million so'm qurug'iga bo'lib qolmasin. Telefon qilish hojati yo'q. Faqat berib yuboriladigan summalar kimgadir ma'qul bo'lsa telefon qilishsin. Menimcha vobshe shikalat narx-navo bo'ldi. Misol uchun bir xilga o'xshab sifati uchun bular shunaqa narx-navo bo'ladi degan emas. Menimcha yukiga ham hisob-kitobi to'g'ri keladi uchalasini ham. Telefonda qanday ko'rinyapti bilmaymiz. Mana kichkina mollar emas. Uchalasi ham sog'lom, mana yurish-turishlari ham birortasini biror joyda defekti yo'q. Sog'lom. Yeb-icharlarini ko'rib, bemalol kelib tekshirib olishingiz mumkin. Bo'ybaslarni yana qaytarib o'taman. 1.5 hisobini olaverasizlar, lekin 1.10 dan kam emas. Mana bu g'onojinimiz 1.10, 1.15 oralig'ida qorasi. Mana bu ham adashmasam 1.10 shunaqa. Narigi ham xuddi shunday. Lekin 1.5 sm hisobini olaveringlar. Chunki metrda ham savol javobi, tarozini savol javobi qanday bo'lsa, xuddi shunaqa deb tushunamiz biz. Shuning uchun oshiq bo'lsa, oshiqga biz rozimiz. Lekin kam chiqib qolsa, u bo'ynimizga egilib qolmasligi maqsadida shunaqa narx-navo aytyapmiz, shunaqa o'lchamini aytyapmiz. Kelishgan juda ham chiroyli sigir. O'zi bo'ladigan bo'lsa ham 9,5 million bo'lsa ketaveradi bu ham. Dastavkasini qilib bermaymiz, alohida summa bo'ladi. Faqat berib yuboriladigan summalar, hurmatli aka ukalar. Orqalari ham kengish, to'r burchak. Mana sog'lomligi shu yerda mana yaqinlashtirib olingan, yaqinlashtirib olinsa mana bunaqa bo'ladi. Mana bunaqa, mana darajada videoga olinyapti. Mana yurishlariga ham e'tibor berasizlar, hurmatli aka ukalar. Mana hammasi yugurib, chopqillab yuribdi. Yaqinlashtirib olyapmiz.